Jizzax viloyatida bugungi kunda 30 dan ziyod turli millat vakillari yagona oila farzandlaridek ahil-inoq hayot kechirmoqda. Ana shu ezgu qadriyatlarning amaliy ifodasi sifatida joriy yilning 30-iyul kuni Jizzax shahridagi O'rda ekologik bog'ida Do'stlik festivali bo'lib o'tdi. Festivalda viloyatimizda faoliyat yuritayotgan milliy madaniy markazlar jumladan qirg'iz, qozoq, koreys, rus, tatar va o'zbek millati vakillari o'zlarining milliy urf-odatlari, an'analari, kuy-qo'shiqlari, raqslari va milliy taomlarini namoyish etdilar. Festivalda shuningdek olimlar, faol va iqtidorli yoshlar, teatr va kino san'ati namoyandalari ishtirok etdilar. Tadbirga kelgan har bir mehmon milliy etnografik jamoalar va milliy madaniy markazlar tomonidan milliy liboslar, milliy taomlar hamda non-tuz bilan tantanali kutib olindi. Viloyatimizda 50 mingdan ziyod qirg'iz millatiga mansub aholi yashaydigan bo'lsa, mana barcha xalqimiz boshqa xalqlar bilan bir qatorda mana shu xalqaro do'stlik kunini keng nishonlayapmiz. Albatta bayram bu bizning do'stligimizni, hamjihatligimizni, birligimizni ta'minlaydi. Mana shunga biz erishdik deb hisoblaymiz. Dastlab Do'stlik festivali haftaligi doirasida viloyatimiz bo'ylab o'tkazilgan tadbirlar aks etuvchi videorolik namoyish etildi. So'zga chiqqan viloyat hokimi o'rinbosari yig'ilganlarni Xalqlar do'stligi kuni bilan samimiy tabriklab, yurtimizda millatlar aro totuvlik, bag'rikenglik va hamjihatlikni mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda bu boradagi ezgu an'analarning ahamiyatiga alohida to'xtaldi. Tadbir davomida Do'stlik festivali doirasida o'tkazilgan tanlovlar g'oliblari tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanib, qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Shundan so'ng festivalning badiiy qismi boshlandi. Unda turli millat vakillari tomonidan milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar va folklor chiqishlari namoyish etilib, xalqlar do'stligi, o'zaro hurmat va hamjihatlik g'oyalari tarannum etildi. Mana Xudo xolasa yerimiz, yurtimiz tinchlikning belgisi. Mana Elbasi prezidentimizga rahmat mana. Bo'lsa xalqlar do'stlik meromining qutlu bo'lsin deymiz, rahmat. Turli millat va elat vakillarining bir maydonda jamlagan festival o'zaro hurmat, hamjihatlik va birdamlik g'oyalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Shubhasiz bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar xalqimizning ko'p asrlik do'stlik va ahillik an'analarini asrab avaylash hamda kelgusi avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.